Xo'sh, mana shu tomonda edi. Mana bu yerdan tayin sotib olmadim. Barchaga salom, sizlar bilan men Stromik Minecraft YouTuberman. Bilsanglar o'tkazib chop polish qurib berib biza o'sha joydan pul topagan edi. Ya'ni yashik topoldi, ichidan pul chiqardi. Короче, men yetti yo'gani tomon sotib olish dedim. Menimcha bo'lmadi. Keyin короче men bu yoqda o'rniga men uni tomon sotib olishga qaror qildim, chunki bu yoq bo'lmaydi, yo'l o'rtasi. Короче bo'lmaydi. Короче men mana bu tomon bundan ko'ra короче mana bu tomonda yaxshiroq deb bildim. Короче men shu yo'lga quramiz. Endi biz egasini kutish qoldi xolos. Просто egasi kelsa pulni beramiz, dokumentni beradi, keyin men o'zim bilan bloklar olib kelganman, o'shalar bilan quraman. Xo'sh, qani kelib qolarmikan? Mana ko'rishlar mumkin, chotki bloklar bor bizda. Xo'sh, mana o'zimizda biratanimiz ham kelib qoldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shu yerda sotayotgansizmi? Necha pul narxi? Bu yerimizning narxi $1000. Xo'sh, pul berishdan oldin men sizga qiziq bo'lmasa ham planlarimni aytib beradigan bo'lsam, takoy bu yerga men tipa prikil magazin ochmoqchiman. Cho'tam, короче, magazin ochmoqchiman-da, короче, mana sizga pullarini beraman. $10,000 bo'lsa $10,000 da. Aha, yaxshi. Endi bo'lmasa mana bu dokumentlarni oling-da, men hujjatga qo'l qo'yib bering. Xo'sh, yaxshi. Xo'sh, bo'lmasa men bu pullarni olib turing. Men hozir shunda qo'l qo'yaman. Okey, mana sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi yer meniki. Ha, rahmat, sog' bo'ling. Xo'sh, obunachilar, birikimiz yerda oldik. Mana ketyaptilar, biratimiz ham sog' bo'ling, birat. Endi uyzamga kirib ket. Yo'q, qo'ysam ekan, don, detisga jala. Xo'sh, короче, bo'lmasa obunachilar, kelinglar, biz qurishni boshlaymiz. Biz chotga qilib qurishimiz kerak, sizlarga aytsam, вообще-то chotga chiqish kerak. Xo'sh, давайте qizlarni olamiz. Tam Hoppa. Xatoliklarni noskip qilamiz. Давайте men bu yoqdan sekin asta-asta qurib, yo'q qilamiz. Xo'sh. Давайте men bu yerdan deraza quramiz va bir donalik bo'ladi kirish eshigimiz. Tipa mana shu ko'rinishda bo'ladi. Chotki men bu yoqdan kiriladi. Bu yerda deraza bo'ladi. Bu yerda ham deraza bo'ladi. Takoy chiqadi. Короче, obunachilar, давайте let's go. Xo'sh, normalniy. Nimaga aynan g'ish blok? Chunki menga g'ish blok yoqdi. Juda ham chiroyli ekan kamiga, tipa menga yoqdi, короче. Xo'sh, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Chotki sizlarga aytsam, obunachilar. Mana shunday qilamiz. Tipa buni hop. Xo'sh, normalniy. Xo'sh, normalniy. Albatta meni modlarim kerak bo'lsa Telegram kanalga YouTube obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalda ham normalniy уже tipa o'zim aytaman, Telegram kanalda tipa qanchadir obunachi yig'ilsa ham mod tashlab beraman. Faqatgina hamma modda emas. Masalan, qaysi modda tashlab bermasligim mumkin, tipa masalan o'zim resurs paklarimni tashlab bermayman, tipa lekin mod tashlab berishim mumkin, chunki qaysi mod masalan men любой mod tashlab beraman. Qanaqa mod desanglar, просто так o'zim yasagan resurs paklardan tashqari, chunki ular resurs pak mod bas, shuning uchun modlarni tashlab beraman, lekin resurs pakni emas. Xo'sh, mayli obunachilar, давайте bo'lmasam devorni oxirigacha qurib qo'yamiz. Albatta kanalga obuna bo'lgan holda like bosib, balobattar qilib, короче, shunaqa qilib, podpishka qilib, videolar tarqatib, shu oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Chotki bo'ladi hammasi shunda. Obunachilar, давайте. Nima qilib kutib turibsiz? Like bosing, obuna bo'ling. Like bosa obuna bo'lmasanglar bo'lmaydi, chunki bizaga nima desa bo'ladi? Podpishka qilish kerak, Endigina atga 100 ta bo'ldi, tezroq birga bo'lishimiz kerak. Obunachilar, bu juda ham menimcha juda ham kerakli narsa. Menimcha birga bo'lishimiz kerak, bu aniq. Taniq, chotki obunachilar. Xo'sh, короче, magazinni ochishga keladigan bo'lsa, menimcha chotki. Magazinga mana ishchi olsammikin deyman, yo'q, keyin ishchi olmayman deyman. Keyin olsammikin deyman, keyin yo'q, olmayman deyman. What the fuck? Qatta mashina minyapti. Uni shaharda o'tib ketish shekilli menimcha. Necha ovoz sizlarga eshitilmi bilmayman, lekin menga juda ham baland eshitildi. Necha obunachilar, давайте, sal xunuk bo'lib qoldi. Men bu yerni bunday qo'ysam-chi, qanday bo'ladi?
Menimcha xunukda necha bo'laveradi. Ha mayli, obunachilar bo'lmasam kelinglar. Biz asta polni ham quramiz. Давайте polni silliqqina taxtalarimizdan quramiz. Issiqqina bo'ladi, qishda ham, yozda ham obunachilar. Yozda sovuq, qishda issiq bo'ladi. Bizning muzdekkina issiqqina taxtalarimiz. Chunki men eng zo'r taxtani olib keldim. Bu taxtalar qanday bir daraxtniki ekan. O'sha daraxtni qimmat ekan. Короче, men chotkasidan oldim atalar. Короче, bu joyda $10,000 yo'q, qanaqa $10,000? $1000 olgan bo'lsam, tipa $600 qoladi. Bilgan bo'lsanglar, men $1600 topib qoluvdim. Bu yerga $1000, $600dan $200 mana bu g'ishlarga ketyapti. Tipa $200 nima desam bo'ladi? Oziq-ovqat, balobatlar, mebellarga ketadi. Tipa qolgani o'zimni ishlatishim uchun yo telefon balobatlar uchun ketadi. Xush kelinglar, bo'lmasam biz pollarni to'g'rilab, qurib, chotka qilamiz, keyin tomni quramiz, keyin mebellar zakaz qilib, takoy qilib, короче, hammasini chotka qilamiz obunachilar. Mebelga qo'shib oziq-ovqat ham zakaz qilish kerak bo'ladi. Lekin mana bu shahardan bizga qandaydir ovozlar eshitilyapti. Jennerson yana eshitilmoqda. Bu bizning videomizni buzmoqda. Bu shaharda Jennerson nimalar qilishyapti, nima bo'lajonlar? Aqlanat, yana ovoz eshitilyapti. Nima qamayli, necha bizga farqi yo'q. Tipa yana holiga mashinami? Tipa sizlarga eshitilyaptimi? Montajda to'g'rilab boraman, bilmayman, lekin menga juda ham baland eshitilyapti bu shahar tomonidan. Bilsanglar, mashinani ovozi eshitilyapti obunachilar. Qanaqa mashina bo'lishi mumkin? BMW masalan, yoki Mercedes-Benz, yoki o'zimizning Damas'mikin. Mayli obunachilar, давайте kelinglar tomni quramiz. Bu joy sizlarga qiziqmas, shuning uchun men o'tkazib yuboraman, keyin video davom etkazaman-da. Voy obunachilar. Xo'sh, mana qurib ham bo'ldik. Tagoy chiqdi. Endi bo'lsa narsalar zakaz qilsak bo'ldi obunachilar. Давайте kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yamiz. Men ungacha narsalarni zakaz qilib qo'yaman. Alyo. Xo'sh, aka, to'g'risini aytganda yordam kerak emasmi? Keyinchalik ham bizning kompaniyamizdan narsa buyurtma qilasiz degan umiddamiz va hozir men sizga qolgan zakazlaringizni olib kelib beraman. Garchi senga maslahat, unda yurmagin, bu puling bilan katta biznes boshlamaysan. Undan ko'ra yana bitta kichkinagina boshqa yerdan, shaharda boshqa burchakdan do'kon ochingmi? Mana men hozir ikkita do'kon ochib, ancha boyga ekanman. Hozir shu shaharda 4 ta do'konim bor, bilasizmi? Garchi maslahatim, yana bitta kichkina do'kon ochib qarz olasanmi? Unisi o'zing bilasan. Xo'sh, bunachilar, men yana narsalar zakaz qildim. Hoppa, ko'rishinglar mumkin. Ularning ichida nima bor desanglar, plus oziq-ovqatlar bor, ko'rishinglar mumkin. Endi bu yo'l chotka qilib bezatsak bo'lgan obunachilar. Давайте kelinglar, bu joyda bezatamiz. Birinchi o'rda mebellarni o'rnatib chiqamiz. Let's go. Opa, SMS keldi. Chek bo'yicha ekan. Ha, nicho, давай, nicho. Xo'sh, obunachilar, kelinglar, men albatta lampochkalar o'rnatdim. Qalay, ko'ringlar. Voy, cho'tka. 6 ta lampochka o'rnatdim. Bilgan biladi obunachilar. Давайте kanalga obuna bo'lamiz, like bosamiz, kommentariy yozamiz. Okay. Xo'sh, kelinglar, birinchi o'rinda jihozlab chiqamiz. Birinchi o'rinda mana bu nima deydi, shu magazinni mana bu joyiga chiroy qo'shib turadigan jihozimizni qo'yib chiqamiz. Jennerson. Hammaylar bizda IQ bor, bunday qilamiz, bo'ldi, necha? Xo'sh, hammaylar buni nima desak bo'ladi? Kepka, короче, magazinni kepkasini qo'yib chiqamiz. Xo'sh, hop, hammasi cho'tki bo'ldi. Opa, qani. Okey, hammasi cho'tka bo'ldi. Xuddi bir odam aytganday. Xo'sh, obunachilar, давайте endi bo'lsa bizga polkalar qo'yish uchun ustun devorini qo'yib chiqamiz. Mana shu yerdan qo'yib chiqsak, tipa normalniy. Okey. Xo'sh, mana shu yerdan op, xo'sh, yaxshi. Op. Yaxshi. Okey. Bo'ldi, obunachilar.
chotki. Nice obunachilar. Короче, endi men bu yerga atelaman yaxshi qo'yib qo'ydim. Nimaga desanglar, men buyumlarimni o'zimning shaxsiy buyumlarimni shotga qo'yib qo'yaman. Bu yerga bitta notebookchani qo'yamiz. Bu yerga bitta non qo'yish uchun joycha yoki sigaret qo'yish uchun. Albatta hozircha sigaretlar olib kelmadik, chunki unga dokument qilish kerak. Keyingi seriyalardan sigaretlarni ham olib kelamiz. Keyin shotga qilib soqa qilamiz. Xo'sh, mayli, menimcha polkalarni shu yerga qo'ysammikin? Yo'q. Jennerson buzilma, meni boltam, taporim qani, tapor. Jennerson, men shu yerda turgan bo'lish kerak edi, yoki bu yerda, yoki yo'q. Jennerson, bag? Yo'q, bag bo'lmayapti. Yo'q, menimcha bag bo'lyapti-da. Yo'q, mana bu yashikdami? Yo'q, bu yashikda yo'q. Menimcha bag bo'lyapti, shu yerda bo'lishi kerak. Opa, bag bo'lyapti ekan. Albatta, menda oxirgi paytlar ko'proq bag bo'lyapti. Shunga o'rganib ham qoldim o'sha obunachilar. Xo'sh, buni bitta tepadan qilsam, menimcha chotga chiqadi obunachilar. Xo'sh, bu yerdan qilsam, yo'q, menimcha o'zini turgan joyi yaxshimi deykan. O'zini turgan joyi yaxshi ekan, короче, pofik. Pofik degan so'z qayerdan keldi hozir meni miyamga bu so'z? Jennerson. Pofik. Opa, obunachilar. Pofik. Obunachilar, menga qayerdandir bu so'z miyamga shunday keldi, men o'zim bilmagan holda aytib qo'ydim. Nicho obunachilar. Xo'sh. Prikin bu yerda xo'sh, yaxshi. Xo'sh, kelinglar endi bularni mavzularga joylashtirib ketamiz. Bitta mahsulotdan 3-4 ta bo'lishi mumkin. Atayin men shuni zakaz qilganman, chunki ko'proq bo'lishi kerak. Obunachilar, bizda bir dona yashik bilan bitib qolmaydi. Nima deychi obunachilar? Xo'sh, qamayli. Kelinglar, men bularni qo'yib chiqamiz. Jennerson. Yo'q, bo'lmayapti. Qamayli, bu yerga kartoshka deydimi, nima? U kartoshkani boshqa narsa ham kerak. Shuni qo'yamiz. Keyin ro'paraga to'ldirib, mana shunaqasiga qo'yib chiqamiz. Okay, nice. Let's go. Okay, maka. Xo'sh, endi men bu ko'kat basharani men bu yerga tushammikin? Jennerson, men bu yerda nima? Back predmet. Jennerson, xo'sh, yaxshi. Chotki obunachilar hammasi. Xo'sh. Okay, obunachilar. Bo'lmasam kelinglar, binolarni o'ylab o'tamiz. Jennerson, xo'sh, bularni mana bu yerga qo'ysam, menimcha nice chiqadi, chotki chiqadi obunachilar. Xuddiki bitta odam aytgandek. Xo'sh, obunachilar. Albatta bitta odam aytgan, lekin uni sizlar eshitmagansizlar. Okay. Jennerson, mana bu qolib ketdi-ku. Buni qayerga qo'yamiz? Mana bu yerga qo'ysak-chi. Yo'q, bu yerda joy yo'q. Xo'sh, mana bu yerga. Hozir mana bu yerda turib tursin, buni hal qilamiz keyin. Yo'q, bu yerda turmasin ekan. Короче, buni Hikmatda turib turursan hammayni necha. Bunachilar prikin bizga hozir mana bu mahsulotlar kerak. Birinchi o'rinda mana uni hal qilmaguncha men mahsulotlarni qo'ya olmayapman. Bunachilar albatta aytishga. Xo'sh, buni qayerga qo'yamiz? Просто metga qo'yib qo'yamiz. Давайте, mayli, qisi yo'q, hech qisi yo'q. Uni ustiga yana qo'yib qo'yamiz. Keyingi safar necha bunachilar. Xo'sh, bu yerda idishlar, bizga tabiiy mahsulotlar qo'yamiz. Birinchi o'rinda pechenye, olma, sabzi, shunga o'xshash narsalarni, kartoshka pishirilgan shu narsalarni unisi tomonga qo'yamiz. Albatta bizda pishirilgan kartoshkalarni rastalarga ilib qo'yamiz. Xo'sh, okay, prikin. Xo'sh. Okay, men bu yerga qo'yamiz. Let's go. Xo'sh, chotki obunachilar. Endi kelinglar, men bularni qo'yib chiqamiz. 4 ta, ya'ni nima desam bo'ladi? Bizda 4 stak kartoshka bor. Buni atayin men 4 stak olganman, chunki kartoshkaga talab kuchli obunachilar. Bizani ayniqsa mana bu jitillarda. Xo'sh, sabzi kartoshkaga talabi juda ham kuchli, mana bu jitillarni ayniqsa. Jennerson, bizda menimcha boshqa yashikda. Men ko'rib kelishim kerak. Boshqa yashikka tushib qolgan bo'lishi mumkin. Bu yerda yo'q. Bu yerda bitta sabzi bor ekan-da, buni olishimiz kerak. Xo'sh, yaxshi. Opa. Albatta biz nimaga sababi qishloqqa qochdik? Qishloqda birorta magazin yo'q, kamiga chotki obunachilar hammasi. Tipa prikin anu tomonga ochganimda, uni tomonda biz eshigimiz tagida joy qolmas. Keyinchalik eshigimiz tagiga biron narsa qo'yamiz desak, bizda iloji bo'lmasdi. Короче, shunaqangi gaplar. Xo'sh, kelinglar, endi mana bu rastani ham to'ldirib qo'yamiz. Hop, yana shahardan mashina o'tib o'tdi.
shahardan judayam easy bilinar ekan bu yerga qanday mashina o'tmoqda, qanaqangi. Короче, kartoshka, 4 stak kartoshkani oxiriga qo'yamiz. Qaysi rasta bo'sh qolsa o'sha yerga qo'yamiz deb niyat qilib qo'ydim. Undan oldin prekin men ularni qo'yib chiqamiz. Okay, nice. Xo'sh. Okay, yaxshi. Xo'sh, mana bu joyga qo'yamiz bularni. Kelinglar, mana bu sirmi? Mabalo bu shuna narsadan boshlaymiz. Davaydi endi bu sabzilar. Bu sabzilar oddiy sabzilar emas, bitta olganda kichkina sabzichalar bo'ladi. Tishlab cho'tka qilib, kayf qilib yeydigan qimmat sabzilardan ular. Bu nechalar? Bu boshqacha sabzilardan. Xo'sh, kelinglar, ozgina qoldi. Kartoshkalarda aytganimdek, oxirida endi suvlarni joylashtirib chiqsak, cho'tka bo'ladi hammasi bu nechalar. Albatta, kelinglar, suvlarni joylashtiramiz. Xo'sh, bu yerga kartoshkalar solib turamiz. Hozircha albatta, vaqtinchalikka. Xo'sh, mana bu bo'mish hayoti o'tgan qismdagi yerdan tergan butilkalarimmi deyishinglar mumkin. Yo'q. Bu yerdan tergan butilkalarimiz emas. Bularning ichida haqiqiy ichimliklar bor. O'sha biz terganlari bularni ichib tashlab yuborgan edi. Bular esa haqiqiy, hali ochilmagan yangilaridan. Albatta bu yerda alkogol bo'lni bizga pofik, chunki bizga sotsak bo'ldi. Bizning ruxsatnomamiz bor. Shunaqa mayli, necha obunachilar, albatta yetillar ham shunaqangi mahsulotlar qiladi. Chunki talab kuchli obunachilar. Albatta alkogol deb hazillashdan obunachilar qanday qilib hazillashding deyishinglar mumkin. Chunki ko'rinishida shunga o'xshashi mumkin, lekin bizda qanday qilib oziq-ovqat magazinida bunday mahsulot sotishimiz mumkin. O'ylab ko'ringlar obunachilar. Qanday ruxsatnoma olamiz oziq-ovqat mahsuloti magazini kamiga obunachilar. Shuning uchun meni hamma gapimga ham ishonavermanglar. Okay, nice. Xo'sh, yaxshi obunachilar, kelinglar bu yerga. Endi mana bunda qandaydir cho'tka ichimliklar, keyin sut qo'yamiz albatta. Ko'rishinglar mumkin, cho'tka sutlarni ham qo'yib chiqamiz. Oxirgisiga mana bu suvlarni oddiy, ya'ni bezgaz suvlarni 0.3. Xo'sh, keyin oxirgisiga kartoshkalarni. Chunki shurasi bo'sh qoldi. Xo'sh, bizda non. Xo'sh, yaxshi. Bular bo'sh. Bular ham bo'sh. Yaxshi. Bizda nonni ana u yerga qo'yamiz, lekin keyin bizning magazinimiz bitadi. Xo'sh. Kelinglar, oxirgi joy mana bu yoq qoldi. Shu yerga kartoshkalarni qo'yamiz. Okay, magazinimiz to'la va chiroyli bo'ldi. Qanday go'zal obunachilar. Xo'sh, svetni o'chirsak qorong'i, yoqsak yorug'. Xo'sh, yaxshi. Xo'sh, kelinglar endi nonni olamiz va 1 stak, bu afsuski bizda 4 stak emas, chunki non bilasizlar bu juda ham kam narsa. Shuning uchun biz buni ehtiyot qilib uvol qilmasligimiz kerak. Haqiqiy hayotda ham obunachilar. Albatta nonni uvol qilmaymiz. Okay, let's go obunachilar. Davay biz videomiz otalar emas, shuning uchun xursandchilikka o'tamiz. Let's go obunachilar. Albatta bu gaplarni noto'g'ri tushunmanglar. Prostatik hammasi hazil uchun qilinyapti. Albatta noto'g'ri tushunmanglar. Hech kim noto'g'ri tushunmasin yoki negativ bildirmasin. Menga muammolar kerak emas. Xo'sh. Yaxshi, prostatik kulgu uchun aytgan edim. Xo'sh, yaxshi. Mana bu yerlar va mana bu blokni musorga tashlab yuboraman va qolgan instrumentlarni solib qo'yaman. Kelinglar, bizda tapor qoladi, chunki yashillarni ham olib tashlashim kerak. Xo'sh, mana bu yerda musor idishlar bor ekan. Shu yerga tashlab ketaveramiz. Endi necha nima ham qilamiz obunachilar. Xo'sh, kelinglar, bularni solib qo'yamiz. Xo'sh, bu endi mana bu tabor kerak bo'ladi va biz yashillarni buzib tashlasak, do'konimiz juda ham go'zal holatga kelib qoladi. Albatta ko'rishingiz mumkin, mana bunday o'ta go'zal oynalar va bizda mana bunday cho'tka oynali eshiklar. Obunachilar, cho'tka bo'ldi do'konimiz. Albatta keyingi qismda endi ishga tushiramiz. Buni ochilish marosimini qilamiz albatta obunachilar. Ungacha kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Xo'sh, let's go. Oynani yopib qo'yamiz. Barchaga xayr, sizlar bilan men Strumik bo'ldim. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, ikkinchi qism chiqishi uchun albatta like bosib obuna bo'lamiz. Let's go.